Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 21-qismi. Bugun darsimiz davomida 1-kitobni 4-darsini 8-qismi. O'tgan darsimizda kitobimizning 25-sahifasidagi mashqlarni tamomlab qo'ygandik. Bugun 26-sahifadagi barcha mashqlarni tamomlab 4-darsni nihoyasiga yetkazamiz. Tayyor bo'lsangiz, darsni boshladik. Sahifamizning yuqori qismida berilgan 4-mashqni birgalikda bajaramiz. Mashqning tartibi bizga predloglar berilgan, ya'ni qo'shimchalar, harfi jarlar. Biz mana shu harf jarlardan munosiblarini, nuqtalarni o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak. Shu o'rinda bir eslatma. Silsilaviy darslarimiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlar qismida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Birinchi misol: al-kitabu ... undan so'ng al-maktabi, ya'ni parta. Biz kitob, partani ustida degan qo'shimchani qo'shishimiz kerak. Ya'ni biz harfi jarni qo'shamiz va harfi jardan keyin kelayotgan misolimiz majrur holatda turishi kerak. Shu sababli ham harakatlarini shunga munosib ravishda qo'ydim. O'ylab ko'ringchi, bu nuqtalar o'rniga qaysi predlog mos keladi? Albatta, ala. Ya'ni bu qo'shimcha biror bir narsani ustida degan ma'noni ifodalaydi va so'zni oldidan qo'shimcha sifatida qo'shiladi. Ya'ni o'zbek tilidan farqli o'laroq so'zni oldidan qo'shilib keladi. Al-kitabu alal maktabi. Kitob partani ustida. Endi jumlani tahlil qiladigan bo'lsak, al-kitabu mubtado, alal maktabi ibora shaklida xabar bo'ladi. Sababi xabarimiz yolg'iz holatida emas, balki qo'shimcha bilan birgalikda turganligi uchun. Keyingi misol: at-tolibu ... al-fasli, ya'ni sinf. Talaba sinfda. Ya'ni biz mana shu gapni ifodalashimiz kerak. O'ylab ko'ringchi, bu nuqtalar o'rniga qaysi predlog mos keladi? Albatta, fi, ya'ni ichida degan predlog. Talaba sinf xonada degan ma'noni ifodalaydi. At-tolibu fil fasli. Gapni keling tahlil qilib ko'ramiz. Bu ismiy gap. Shu sababli ham gapimizning birinchi bo'lagi mubtado, ya'ni at-tolibu mubtado bo'ladi. Fil fasli esa jar majrur birgalikda xabar bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Zahaba Hamidun ... al-jami'ati. Mana shu nuqtalar o'rniga mos keladigan predlogni qo'yishimiz kerak. Ya'ni Homidni universitetga ketganligini ifodalovchi. O'ylab ko'ringchi, qaysi biri mos keladi? Albatta, ila. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Ila harfi jar bo'lganligi uchun undan keyin kelayotgan universitet so'zini ham majrur holatida o'qimoqdamiz. Ya'ni ilal jami'atu emas, ilal jami'ati shaklida. Keling bu gapni ham birgalikda tahlil qilamiz. Bu gapimiz fe'l bilan boshlandi. Shu sababli ham biz buni fe'liy gap deb nomlaymiz. Va buni tahlil qilayotgan vaqtimizda birinchi navbatda fe'l keladi va undan keyin fa'ili keladi deb tahlil qilamiz. Bu gapimizning fa'ili zahabadan keyin kelayotgan Homid ismi. Zahaba fe'l, uning yonidagi fa'ili ilal jami'ati to'ldiruvchi. Ya'ni bular gapimizni to'ldirib kelmoqda. Doim yodingizda tuting, fe'l birinchi navbatda keladi, undan keyin fa'ili. O'tgan darsimizda mana bu qoidani ham o'tdik. Fa'il doim marfu' bo'ladi. Keyingi misolga o'tamiz. Xaraja al-mudiru ... al-madrasati. Endi mana shu nuqtalar o'rniga mos keladigan predlogni qo'shishimiz kerak. O'ylab ko'ringchi, qaysi predlog bu misolga to'g'ri keladi? Albatta, min, ya'ni qayerdan ekanligini ifodalovchi qo'shimcha. Xarajal mudiru minal madrasati. Xaraja chiqdi, mudir direktor, minal madrasati maktabdan. Mudir direktor maktabdan chiqdi. Keling bu gapni ham tahlil qilamiz. Bu gapimiz fe'l bilan boshlandi, fe'liy gap. Fe'l birinchi navbatda turibdi, xaraja, va uning yonida mana shu fe'limizni bajaruvchisi fa'ili keldi. O'tgan darsimizda mana shu fa'ilni batafsil ko'rib chiqqandik va fa'il fe'ldan keyin keladi deb yozgandik. Va shu bilan birgalikda fa'il doim marfu' bo'ladi degandik. Shu sababli ham biz mudirni marfu' holatida o'qidik.
Minal madrasati esa jar majrur, bular gapimizni to'ldiruvchilari. Keyingi misolga o'tamiz. Zahaba Muhammadun nuqta nuqta as-sini yana nuqta nuqta al-yabani. Bu nuqtalarni munosib predloglar bilan to'ldirishimiz kerak. Gapimizda nimani ifodalanmoqchi? Ya'ni Muhammadni bir yerdan boshqa bir yerga borganini. Keling, mana shu birinchi boshlanish nuqtasiga qaysi predlogini qo'yishimizni va tugash nuqtasiga qaysi predlogni qo'yishimizni o'ylab ko'raylik. As-sin, ya'ni Xitoydan oldin min qo'shimchasini qo'shamiz. Sababi boshlanish nuqtasini ifodalash uchun. Yaponiyadan oldin esa ila predlogini qo'yamiz. Sababi o'sha yerga borganligini ifodalash uchun. Gapimizni tarjima qiladigan bo'lsak, zahaba ketdi, Muhammadun mana shu gapimizni bajaruvchi, ya'ni ism. Minas-sini esa Xitoydan, ilal yabani esa Yaponiyaga. Ya'ni zahaba fe'l, fa'ili Muhammadun, minas-sini bular to'ldiruvchilari. Ya'ni gapimizni nima ma'no ekanligini ifodalab berilmoqda. Muhammad Xitoydan Yaponiyaga ketdi. Shu bilan kitobimizni 26-sahifasida berilgan 4-mashqni birgalikda bajarib bo'ldik. Endi keling, kitobimizni 4-darsda berilgan yangi lug'atlarni, ma'nolarini lug'at daftarimizga yozib olamiz. Bu lug'atlarni yodlash qoidasi faqatgina amalda qo'llash. Al-madrasatu maktab degani. Al-faslu sinfxona. Keyingisi al-hammamu hammom. Keyingisi al-mirhadu hojatxona, tualet degani. Keyingisi al-matbaxu oshxona. Keyingisi al-jami'atu universitet degani. Keyingisi as-suqu bozor degani. Keyingisi al-yabanu Yaponiya davlat. Keyingisi as-sinu Xitoy. Keyingisi al-hindu Hindiston. Keyingisi al-filippinu Filippin, ya'ni Filippin davlati. Keyingisi al-mudiru mudir, direktor degani. Keyingisi zahaba u ketdi degani. Ya'ni zahaba fe'lini o'zida u degan ma'no yashiringan. Xaraja u chiqdi. Shu bilan kitobimizda berilgan lug'atlarni ham daftarimizga yozib oldik. Sahifamizning so'ngida berilgan mana bu eslatmani ham daftarimizga yozib qo'yaylik. Fi, ala, min, ila bularni qovsijiga yozib qo'yilgan va bularni barchasi harfi jarlar deb ifodalash uchun min hurufil jar deb yozilgan. Huruf degani bu harf so'zligini ko'pligi. Bu yerda bizga ifodalanmoqchi bo'lgan eslatma fi, ala, min, ila qo'shimchalari biror bir so'zdan oldin keladigan bo'lsa, undan keyin kelayotgan ismimizni majrur holatda o'qishimiz kerak ekanligi. Shu bilan 26-sahifadagi barcha mashqlarni ham tugatib oldik va birinchi kitobimizni 4-darsiga aloqador mavzularni barchasini tugatdik. Keling endi mana shu 4-darsimizda o'rgangan barcha mavzularimizga xulosa, ya'ni tarkiz qilib qo'yamiz. Biz ismlarni jins kategoriyasiga qarab bo'linishini ham o'rgandik. Muzakkar bu o'g'il bolalar, muannas bu qiz bolalar. Ya'ni buni o'zbek tilida o'xshashi yo'q. Shu sababli ham biz bu qoidani ayni arab tilini o'zida nomlanishlarini ham o'rgandik. Ya'ni biz biror bir ismni so'ngida ta marbutasi bo'ladigan bo'lsa, biz ularni muannas deb muomala qilar ekanmiz. Agar ta marbutasi bo'lmasa, biz ularga muzakkar bilan qilgandek muomalamizni qilar ekanmiz. Ya'ni o'g'il bolalarning ismi va erkaklarning ismlaridan tashqari boshqa misollar ham erkak va ayollarga qarab nima qilinar ekan, bo'linar ekan. Misol uchun ta marbutasi bo'lsa, muannas der ekanmiz, ta marbutasi bo'lmasa, muzakkar deb nomlar ekanmiz. Endi atoqli otlarga, ya'ni erkaklarning ismi va ayollarning ismiga keladigan bo'lsak, ularni ajrata olishimiz mumkin. Ya'ni bu muzakkar ism, bu muannas ism deb.
Lekin bu yerda ham bir nozik farq bor edi. Ya'ni biz muzakkar ismlarni tanvin bilan o'qishimiz mumkin edi, lekin muannas ismlarni hech qachon tanvin bilan o'qiy olmas edik. Ya'ni Xolidun, Yasirun bo'lishi mumkin, lekin ayollarni atoqli otlari hech qachon tanvin olmaydi. Ya'ni Aishatu, Ruqayyatu bundan qolgan barcha ismlar ham xuddi shunday. Misol uchun falonchining ismi Zaynab bo'lsa, biz uni Zaynabun deya olmaymiz. Uni Zaynabu deymiz. Maryamu, Fatimatu, bundan boshqa barcha misollar ham shu turkumga kiradi. Va shu bilan birgalikda muzakkar ismlar va muannas ismlar ma'rifa bo'lishini ham o'rgandik. Biz aliflom bilan ma'rifa bo'lishini o'rgangan edik o'tgan darslarimizda. Bu darsimizda esa mana shunga qo'shimcha ravishda atoqli otlarni ma'rifalar turkumiga kirishini ham bilib oldik. Shu bilan birgalikda ismni holatlarini ham o'rgandik. Ya'ni ismni 3 xil holati bor edi. Ya'ni ismni so'nggi harfini harakatini mana shu 3 xil holatda o'qishimiz mumkin edi. Misol uchun marfu holatida valadun, mansub holatida valadan, majruh holatida valadin shaklda o'qirdik. Endi ma'rifa bo'ladigan bo'lsa-chi, al-madrasatu marfu holatida, mansub holatida al-madrasata, majruh holatida esa al-madrasati shaklida. Marfu holatida hamidun desak, mansub holatida hamidan, majruh holatida hamidin der edik. Shu bilan birgalikda majruh holatida qachon majruh bo'lishiga sabablarini ham ko'rib chiqdik. Ya'ni biror bir ismdan oldin harfi jar o'tsa, biz mana shu ismni majrur holatida o'qirdik. Ya'ni biror bir predlog. Biz o'tgan darslarimizda bu predloglarni hammasini ko'rib chiqdik. Fi, ala, min, ila. Mana shu predloglarimiz biror bir ismdan oldidan keladigan bo'lsa, shu ismimizni biz majrur holatida o'qirdik. Misol uchun fil bayti, alal maktabi, minal mashriqi ilal maghribi. Ya'ni harfi jarlar kelgandan so'ng ism majrur holatida o'qilishini ham sababini ko'rdik. Va quloqsiz so'zlarni ham o'rgandik. Ya'ni majrur qiluvchi qo'shimchalar keladigan bo'lsa ham bu ismlarni so'nggi o'zgarmasligini, ya'ni bo'ysunmasligini ko'rib chiqdik. Min harfidan keyin kelayotgan ayna, ayni holatida o'qilinishi kerak edi. Lekin bu quloqsiz, ya'ni bo'ysunmaydigan ism. Shu kabi misollarimiz hech qachon so'nggi harfini harakatini o'zgartirmaydi. Va biz buni bo'ysunmaydigan ism, quloqsiz ism deb nomlagandik. Bu kabi ismlarni arablar mabniyun, ya'ni mabni deb ataydi. Bunga yana qo'shimcha misollar bor edi. Ya'ni bu kabi misollarimiz so'nggi harfini harakatini hech qachon o'zgartirmas edi. Misol uchun ma yoki man yoki maza. Bular barchasi ismul istifham deb nomlanardi. Ya'ni so'roq yasovchi ismlar. Bu quloqsiz ismlarga qo'shimcha ravishda ko'rsatish olmoshlari ham mabni deb nomlanardi. Ya'ni haza va zalika misollari ham hech qachon so'nggi harfini o'zgartirmas edi. Uni harfini harakati doim mabni, ya'ni hech qachon o'zgarmas deb nomlanadi. Min hazi bo'la olmaydi yoki fi zaliki bo'la olmaydi. Min haza fi zalika holatida turaveradi. Bu ismlarimizni arabiy nomlanishini ham daftarimizga yozib qo'yaylik. Undan tashqari biz domirlarni ham o'rgangandik. Ya'ni olmoshlar. Huwa, u degani, hiya, mana shu u degani faqat muannas uchun. Anta, siz, ya'ni sen degani. Ana esa men degani. Bu qo'shimchalar, ya'ni alternativ shaklda ishlatiladigan domirlar, olmoshlar edi. Bularning barchasi marfu, ya'ni ma'rifa holatida ishlatilardi. Ya'ni ularning barchasini harfini harakati doimo saqlanib turadi. Xuddi bundan oldingi hada va zalika misollari kabi. Ularning oxirgi harfini harakati bilan biz bu misollarimizni holatini ko'ra olmaymiz. Lekin bularning barchasi marfu deb nomlanadi. Va shu bilan birgalikda bularning barchasi ma'rifa. Ya'ni ularni oldidan hech qachon aliflom olib kelmaymiz. Quyida beradigan misollarimga qaraydigan bo'lsangiz, mubtadolarimiz doimo ma'rifa holatida bo'lish kerak edi. Lekin bu yerda biror bir domirning oldidan aliflom kelmadi. Lekin bularning barchasi mubtado. Sababi bu misollarimizni o'zi kelib chiqishi ma'rifa hisoblanadi. Xabarlar esa shibhu jumla, ya'ni ibora ko'rinishida xabar hisoblanadi. Sababi bu xabarlarimizdan oldin jar harflari kelganligi uchun. Va yana bir asosiy mavzuni ko'rib chiqdik. Ya'ni jumlatun fi'liyatun, ya'ni fe'liy jumlani o'rgandik.
O'tgan darslarimizda biror bir fe'lni misollarimizda ko'rmagandik. Lekin 4-darsimizda ikkita fe'lni zahaba va xaraja fe'llarini o'rgandik. Va bu fe'llarimizni o'rganish jarayonimizda fe'liy jumlani ham o'rgandik va ularning tarkibi qanday bo'lishini ham ko'rib chiqdik. Ya'ni har bir fe'ldan keyin uni foili, ya'ni bajaruvchisi kelish kerak ekan. Foil hech qachon fe'ldan oldinga o'tmas ekan va foilning harakati doimo marfu holatida bo'lar ekan. Ko'z oldimizga keltirish uchun bir misolni yozay. Zahaba tolibu ilal madrasati. Zahaba. Mana shu gapimizda fe'l va bu gapimiz fe'liy jumla. Fe'liy jumlani tahlil qilayotgan vaqtimizda fe'lni topib olamiz va fe'ldan keyin uni bajaruvchi foilni marfu holatida o'qiymiz. Zahaba ketdi, at-tolibu ya'ni talaba, uni bajaruvchisi. Ilal madrasati esa bu to'ldiruvchi. Shu bilan 4-darsimizda o'rgangan barcha mavzularimizga xulosa qildik. Kelasi darsimizda yangi mavzudan boshlaymiz. Bugunga shu yergacha yetadi. Silsilaviy darslarimiz sizga manzur kelayotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlar qismida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatulloh.